Cenab-ı Resulullah'ın bu dünyadaki ahirgi sözleri Usikum bis-salah, usikum bis-salah, usikum bis-salah. Namazga ehtiyot bo'ling, namazga ehtiyot bo'ling, namazga ehtiyot bo'ling. Ummetim, ummetim deb Cenab-ı Resulullah ahirgi nefeste, ahirgi dakikalarda ummetim deb amanet topşirdilar. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'nikimiz ve Allah'a qaytguvchimiz. Peygamberimizni vafotlari munosabati bilan ko'p sahobalar musibatga botishdi. Bir xillari tildan qolganligi, bir xillari oyoqsiz bo'lib qolganligi, bir xillari eslarini yo'qotib hushsiz bo'lib yerga yiqilganliklari. Shunda Abu Bakr Siddiqning shijoatlari sezilgan ekan. Odamlarni musibatga botib qolganliklarini ko'rib, minbarga chiqib, "Ey birodarlar, o'zingizlarni qo'lga olinglar. Sizlar Allohga bandamisizlar yo Muhammadga bandamisizlar? Agar Allohga banda bo'lsanglar, Alloh o'lgani yo'q. Muhammad ham sizu bizga o'xshagan bashar farzandi, inson bolasi. Dunyoga kelgan inson borki, ketmasdan ilojisi yo'q.